Bag'dod tumani Guliston shaharchasidamiz. Bu yerda 7% investor domidan chiqib qoldi. Birinchi etajda 2 xona, atrof muhit tinch. Hammasi yaxshi odamlar. Arzonlik to'lovli, yillik foizi ham 7% investor domlari bo'lgan. Mana shu investor domidan topib qo'ydik. Birinchi etajda 2 xonalik. Podezlari mana akkuratniy holatda, toza. U yo'la qo'shni deydi, qo'shnilarimiz juda yaxshi deyishyapti akamiz. Mana bismillah. Mana kvartirani chekirganimizda, bu o'sha общий 42 kvadratli kvartiralar. Sanuzida. Chap qo'lda. Mana prixoshkasi ham kichkina mana shu ixchamgina chiroyli prixoshkasi bor. Mana kuxnyasi. Kuxnya mebel, mana gaz plita, vitishka, mana shu duv konturlari bor. Endi jalyuzilar mana shu firma qo'yib ketgan jalyuzilar. Bular pardalari polnisti qoladi bular. Gilam pardalari qoladi. O'tta xonasi, gastinisi, mana spalnisi. Narximiz $18,000 ekan. Kreditini davom ettirib ketaverasiz. Oylik to'lovi 1,500,000 so'mdan ekan. Mana shu Guliston shaharchasi o'rta ko'prikdan to'g'ri kirib kelganingizda mana shu investor domlari boshlanadi. Ro'paradagi domlar, Bunyodkor 9-dom.